Shoshilinch O'zbekistonda hozirgina dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda 12 aprel kuni 3 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabariga ko'ra, soat 14:54 da qayd etilgan zilzila epitsentri Farg'ona viloyati Quva tumani bo'lib, 10 kilometr chuqurlikda sodir bo'lgan. Uning sezilish kuchi Quva tumanida 2-3 ball, Shahrixon tumanida 2 ball, Toshloq tumanida 2 ball, Bo'ston tumanida 2 ball, Asaka tumanida 2 ballni tashkil etdi. 3 aprel kuni O'zbekistonda 2 marta zilzila sezilganda, birinchisi 15:26 da Tojikiston hududida sodir bo'lgan zilzila bo'lib, uning sezilish kuchi Farg'ona viloyatida 3 ballni, Namangan, Andijon, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari hamda poytaxtda 2 ballni tashkil etgandi. Soat 21:12 da Afg'oniston hududida yuz bergan zilzila kuchi ham O'zbekistonning qator hududlarida 2-3 balldan sezildi deyilgan xabarda.